Elon Musk hozirgina sun'iy intellekt yaratdi. U ishingizning bir qismini almashtira oladi va ehtimol u sun'iy intellekt sohasida butunlay yangi trend boshladi. So'nggi yillarda sun'iy intellekt asosan odamlarga ishni tezroq bajarishda yordam berardi, lekin endi u sizning harakatlaringizni kuzatib, ularni mustaqil bajarishi mumkin. Va bu shunchaki bitta sun'iy intellekt emas, bu butun bir sun'iy intellekt ishchilar armiyasi. Ular bir-biri bilan muloqot qilishlari, vazifalarni taqsimlashlari, internetni ko'rib chiqishlari va haqiqatan ham ishni bajarishlari mumkin. Va ularni qanchalik tez ishlatsangiz, ular siz kabi ishlashni shunchalik yaxshi o'rganadilar. Shuning uchun har doimgidek men buni siz uchun sinab ko'rdim. Men ushbu vosita yordamida 10 xil bot yaratdim. Bittasi har oy pul tejashimga yordam beradi. Ikkinchisi har kuni ertalab ishimni kuzatib boradi. Uchinchisi esa ishimni bir marta bajarishimni kuzatib, o'zi bajarishni o'rgandi. Va oxirida men sizga bir bepul muqobilni ko'rsataman. U haqida albatta bilish kerak. Xullas, agar siz o'z botlaringizni yaratmoqchi bo'lsangiz, men 100 dan ortiq Grokbot foydalanish holatlari, promptlar va bepul muqobilni o'z bepul WhatsApp hamjamiyatimda to'pladim. Boshlashdan oldin tavsifdagi havola orqali ularni oling. Endi asosiy ishga o'tamiz. Ilovani ochishdan oldin Grokbot haqida bilishingiz kerak bo'lgan 3 ta qiziqarli narsa bor. Birinchidan, siz unga vazifani bir marta bajarishni o'rgatishingiz mumkin va u bir zumda o'rganadi. Siz unga rol belgilaysiz, kerakli vositalarga kirish huquqini berasiz va qanday qilib bajarilishini xohlayotganingizni ko'rsatasiz. Shundan so'ng siz unga xuddi hamkasbingizga yozgandek xabar yozib, vazifa berishingiz mumkin. Ikkinchidan, u haqiqatan ham ishni mustaqil bajara oladi. U o'zining bulutli kompyuteriga ega bo'ladi. Shuning uchun saytlarni ochishi, internetni ko'rib chiqishi, ulangan vositalardan foydalanishi va siz notebook oldida o'tirmaganingizda ham vazifalarni bajarishi mumkin. Shuningdek, unga telefon orqali ham kirish mumkin. Va uchinchidan, siz bir nechta bot yaratib, ularni birga ishlashga majburlashingiz mumkin. Bittasi savdo bilan, ikkinchisi tadqiqotlar bilan, uchinchisi kontent bilan yoki ish jarayoningizga mos keladigan boshqa narsa bilan shug'ullanishi mumkin. Siz ularni bitta guruhga birlashtirishingiz mumkin. Shunda bitta bot o'z qismini tugatib, ishni boshqasiga topshiradi. Bu 10 ta alohida sun'iy intellekt chatini ochiq tutishdan ko'ra foydaliroq. Endi buni tushunganingizdan so'ng sozlashga o'tamiz. Grokbotni ochganingizda, botlaringiz chap tomonda, chat maydoni esa o'ng tomonda bo'ladi. Shuningdek, siz Gmail, Google, Kalendar, Slack va boshqa ilovalar kabi vositalarni ulashingiz mumkin bo'lgan pluginlarni ham ko'rasiz. Shu tarzda sizning botingiz to'g'ridan-to'g'ri shu vositalar bilan ishlashi mumkin. Endi har doim sun'iy intellekt chatidan ma'lumotlarni nusxalab, joylashtirishingiz shart emas. Men allaqachon bir nechta botlarimni ulab bo'ldim. Shuning uchun sizga ular bilan yaratish mumkin bo'lgan 10 ta ajoyib narsani ko'rsataman. Keyin esa buni o'zingiz qanday qilishni o'rgataman. Biz mahsulotlar uchun foto va video formatda reklama yaratamiz. YouTube uchun strategiya ishlab chiqamiz. Web ma'lumotlarni kuzatamiz. Obunalar va ish xatlarini boshqaramiz. Agrok botiga vazifalarni bir marta ko'rsatish bilan bajarishni o'rgatamiz va hatto barcha botlarni apparat rahbari kabi muvofiqlashtiramiz. Agar shu holatlardan birortasi sizni ko'proq qiziqtirsa, to'g'ridan-to'g'ri o'sha bo'limga o'tishingiz mumkin. Birinchidan boshlaymiz. Biz yaratadigan birinchi bot Leonardo mahsulotlar uchun foto va video reklama yaratishga ixtisoslashgan generativ sun'iy intellekt mutaxassisi. Biz uni Hixfieldga ulaymiz. Shunda bot generatsiya uchun eng yaxshi sun'iy intellekt modellaridan foydalana oladi. Birinchi so'rov uchun siz mahsulotning oddiy rasmini yuklab, mana shu mahsulot deb ayta olasiz. Uning atrofida eski maktab Apple reklama kompaniyalari uslubida interyer fotosessiya yarat. Bu misol uchun men eski iPod minidan foydalandim va mana natijalardan ba'zilari. Mahsulot suratlarini olganingizdan so'ng, xuddi shu chatda suhbatni davom ettirib, uni xuddi shu vizual uslubda qisqa video reklamaga aylantirishni so'rashingiz mumkin. Mana u nima yaratdi. Demak, bitta mahsulot rasmi bilan siz fotosessiyalar va video reklamalar yaratishingiz mumkin. Men yaratgan iPod bu YouTube uchun shaxsiy maslahatchi. Siz undan kanal rivojlanishini o'ylash, g'oyalarni tekshirish yoki keyingi qadamni aniqlash uchun foydalanishingiz mumkin. Masalan, kelasi oyga 1 million obunachi yig'ish uchun nima qilishim kerak deb so'rashingiz mumkin. Tez-tez video joylash yoki yaxshiroq miniatyuralar qilish haqidagi umumiy maslahatlar o'rniga, u sizning kanalingizni tahlil qilib, batafsil tahlil taqdim eta oladi. Masalan, mana u kanal hozir qayerda ekanini, keyingi 30 kun ichida nima qilish kerakligini va 1 million maqsadi qanchalik real ekanining turli ssenariylarini ko'rsatmoqda. Kanalingiz haqida unga qancha ko'p kontekst bersangiz, bu suhbatlar shuncha yaxshi bo'ladi. Biroq aslida g'oyalar, strategiyalar va yechimlar uchun doim murojaat qiladigan mutaxassisga aylanishi mumkin. Va haqiqiy ma'lumotlaringizga kirish huquqini berish g'oyasi nafaqat ish uchun foydali. Bu sizning pulingiz masalalarida ham juda samarali bo'lishi mumkin. Davom etishdan oldin sizga qisqacha yangilik bor. Hindistonda shaxsiy moliya sohasidagi eng mashhur nomlardan biri va One Percent klub asoschisi Sheran Hegde yaqinda juda qiziq narsa yaratdi. U moliyaviy direktor ham va u mutlaqo bepul. Oddiy moliyaviy ilovalardan farqli o'laroq hamma narsani qo'lda kuzatishingiz shart emas. U to'g'ridan-to'g'ri bank hisoblaringizga, aksiyalaringizga, kredit kartalaringizga va sug'urtangizga ulanadi va barchasini tahlil qiladi. Umumiy moliyaviy maslahatlar o'rniga u sizning real pulingiz asosida savollarga javob bera oladi. Masalan, qachon mashina sotib olishim mumkin deb so'rashingiz mumkin. Va u sizning haqiqiy daromadingiz, xarajatlaringiz va jamg'armalaringiz asosida jadval taqdim etadi. Shuningdek, bu oy eng katta xarajatlarim qaysilar edi deb ham so'rashingiz mumkin. Yoki pul jamg'arma fondlarimdan qaysilari past samaradorlikka ega deb.
va u sizning real portfelingizga kirish imkoniga ega bo'lgani uchun haqiqiy raqamlaringiz bilan javob beradi. U hatto moliyaviy mustaqillik sanangizni avtomatik hisoblab bera oladi. Eng yaxshisi shundaki, undan foydalanish mutlaqo bepul. Quyida havolani qo'shdim. Shunda siz unga pulingiz haqida bitta savol berib, natijani ko'rishingiz mumkin. Endi Grok botiga qaytamiz, chunki keyingi bot siz uchun fonda ishlay boshlashi mumkin. Endi sizga 3 botni ko'rsatishga ruxsat bering. Bu kun davomida ko'p vaqtingizni tejashi mumkin. U trending rate deb ataladi va uning vazifasi sizning oqimingizni, ya'ni xni siz uchun kuzatish. Siz uni har 15 daqiqada ishga tushishini sozlashingiz mumkin. Har safar xni ochish o'rniga u trendlarni tekshirib, sizga eng yaxshi 5 ta yangilikni beradi. Bu yerda qanday ishlashini ko'rishingiz mumkin. U sizga bir to'plam yangilikni taqdim etadi. Keyin 15 daqiqadan so'ng yana ishga tushib, keyingisini beradi. Bu fond rejimida ishlashining sababi rutinlar deb nomlangan funksiyadir. Rutin bu bot avtomatik takrorlashni xohlagan oddiy vazifangizdir. Vazifaning mohiyati har 15 daqiqada xni yangiliklar uchun tekshirish. O'zingiznikini yaratmoqchi bo'lsangiz, yangi rutin yaratib, nima qilish kerakligini belgilab, ishga tushish vaqtini tanlashingiz mumkin. Rutin vazifalarni siz uchun bajarishga ruxsat bering. Izohlarda yozing, bu funksiyani nima uchun ishlatgansiz. Endi boshqa funksiyaga o'tamiz. U trending rate'ga kompyuteringizni band qilmasdan ishlashni davom ettirish imkonini beradi. So'nggi paytlarda u kompyuteringizdan foydalanib, internetda qidirib, agentlik vazifalarini bajara boshladi. Shunday emasmi? Lekin bu sodir bo'layotganda kompyuteringiz odatda band bo'ladi. Grok buni har bir botga alohida kompyuter muhiti berish orqali hal qiladi. Masalan, trending rate'ga hga kirish kerak. Shuning uchun bot foydalanadigan kompyuter ichida hga kirishingiz mumkin. Endi har safar uning rutini ishga tushganda, bot xni ochib, lentani tekshirib, yangiliklarni yig'ib, natijani sizga qaytarishi mumkin. Demak, bot ishlayotganda kompyuterdan foydalanishda davom etishingiz yoki hatto uni yopishingiz mumkin. Aynan shu narsa bunday agentlarni juda foydali qiladi. Yaratish mumkin bo'lgan 4-bot xabarlarni boshqarishda yordam beradi. Agar muntazam ravishda jamoa yoki hamjamiyat bilan yangiliklarni ulashsangiz, ularni jo'natishga tayyor xabarlarga aylantirishingiz kerak. Shuning uchun aynan shu maqsad uchun bot yaratishingiz mumkin. Men yangiliklarni WhatsAppdagi hamjamiyatim bilan ham muntazam baham ko'raman. Keling, uni ish jarayonimga ulaymiz va bitta oddiy vazifa beramiz. Yangiliklarni o'qib, ularni WhatsApp uchun to'g'ri formatlangan xabarlarga aylantirish. Keyin bugungi yangiliklar nimaligini so'rash mumkin. Bot yangiliklarni yig'adi, kerakli formatni tushunadi va ularni nashrga tayyor xabarga aylantiradi. Buni mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. U WhatsApp uchun sizga kerakli uslubda chiroyli post yaratadi. Xuddi shu ish jarayonidan jamoangiz bilan yangiliklarni bo'lishish uchun ham foydalanishingiz mumkin. Va agar siz eng yangi vositalar va ish jarayonlarini ko'rib chiqadigan bunday videolardan ko'proq istasangiz, oldinda bo'lish uchun albatta obuna bo'ling. Endi 5-sozlamaga o'tamiz va LinkedIn uchun bot yaratish. Bu uchun bot sizning yozish uslubingizni tushuna oladi. Shuning uchun unga mavzu berganingizda, u buni sizning yozish uslubingizdagi postga aylantira oladi. LinkedIn uchun alohida bot yaratishingiz mumkin, chunki u yerda yozish uslubidan farq qilishi mumkin. Endi trendlarni qidirish uchun bitta bot, uchun bitta, LinkedIn uchun bitta va hatto WhatsApp uchun versiya tayyorlaydigan bitta bot bo'lishi mumkin. Shuning uchun ish jarayoni allaqachon foydali, lekin 4 ta alohida chatni boshqarish baribir charchatadi. Aynan shu yerda ko'p agentli tizim ancha maqsadga muvofiq bo'lib qoladi. 4 ta chatni boshqarish o'rniga barcha botlarni bitta guruhga birlashtirib, ularni birgalikda ishlashga majbur qilish mumkin. Shunchaki yangi chatni bosing va kerakli agentlarni qo'shing. Demak, trend radarini uchun qoralama, LinkedIn uchun qoralama va WhatsApp botini bitta guruhga qo'shib, uni Contentos deb nomlashingiz mumkin. Bu sizning 6-sozlamangiz bo'ladi. Shuningdek, guruhni o'z xohishingizga ko'ra sozlashingiz mumkin. Endi butun guruhga bitta ko'rsatma berishingiz mumkin. Masalan, kun davomidagi eng yaxshi 5 ta trend mavzuni topib, ularni LinkedIn va WhatsApp uchun kontentga aylantirishni so'rash mumkin. Avval trend radar yangilanishlarni aniqlaydi. Keyin draft boti uchun versiya yozadi. LinkedIn boti LinkedIn uchun post tayyorlaydi. WhatsApp boti esa jamoa uchun xabar tayyorlaydi. Shunday qilib, bir xil ma'lumot butun ish jarayoningizdan o'tadi va uni chatdan chatga ko'chirishingiz shart emas. Hammasi tayyor bo'lgach, uni ko'rib chiqishingiz, o'zgartirishingiz, rejalashtirishingiz yoki ulangan vositalar orqali yuborishingiz mumkin. Hozirgacha biz allaqachon sozlangan botlar bilan ishladik. Endi bittasini noldan yaratamiz. 7-bot uchun amaliy narsa yaratamiz. Agar dasturiy ta'minot uchun ko'p obunalar to'lasangiz, vaqt o'tib qaysi biri faol, qaysi biri yaqinda yangilanadi va qaysi biri endi kerak emasligini eslab qolish qiyin bo'ladi. Shuning uchun aynan shu maqsad uchun bot yaratishingiz mumkin. Yangi bot yaratish tugmasini bosing va u talablaringizni so'raydi. Keling, unga bitta oddiy vazifa beramiz. Pochtadagi barcha obunalarimni kuzatib bor. Qaysi biri faol, qaysi biri yaqinda yangilanadi va qaysi biri e'tibor talab qilishini bildir. Shuningdek, qulay boshqaruv paneli yarat. Shunda hammasini bir joyda ko'ra olaman. Agar Gmail allaqachon ulangan bo'lsa, bot tegishli xatlarni ko'rib chiqadi va ma'lumotni siz uchun tartibga soladi.
U hammasini aniq bo'limlarga ajratadi. Faol obunalar, yaqinlashib kelayotgan yangilanishlar va ko'rib chiqilishi kerak bo'lganlar. Keyin bularning barchasi uchun xitmil boshqaruv panelini yaratadi. Bot pochtangizni doimiy tekshirib turishi sababli bu ro'yxatni har oy qo'lda yangilashingiz shart emas. 8-bot doimiy yuzaga keladigan boshqa muammoni hal qilishi mumkin. Agar ish xatlari va hamkorlik so'rovlari ko'p bo'lsa, pochta to'lib ketganda ularning ba'zilarini o'tkazib yuborish oson. Masalan, menga hamkorlik bo'yicha juda ko'p xatlar keladi. Shuning uchun men hamkorlik pochtasi deb nomlangan bot yaratdim. Uning vazifasi xatlarni skanerlash, hamkorlik so'rovlarini topish va ularga allaqachon javob berilganmi yoki yo'qligini tekshirish. Agar javob bermagan bo'lsangiz, u siz uchun qoralama tayyorlab qo'yadi. Agar shunday sozlasangiz, u sizning ruxsatingizsiz hech narsani yubormaydi. Keyin uni har kuni ertalab soat 9:00 da ishga tushirishni sozlashingiz mumkin. Shunday qilib, har kuni ertalab uni ochib, qaysi hamkorlik xatlari hali e'tiborga muhtojligini darhol ko'rasiz. Mana u javobsiz qolgan 3 ta xatni topdi va uchalasiga ham javob tayyorladi. Sizga faqat javobni ko'rib chiqish va uni yuborish kerakmi yoki yo'qligini hal qilish qoladi. Bu 9:0 boti biroz boshqacha, chunki bu safar siz botga nima qilish kerakligini aytmaysiz. Siz unga ko'rsatasiz. U vazifalar o'qituvchisi deb ataladi. Hozirgacha siz botlarga so'rovlar orqali ko'rsatma berardingiz, lekin ba'zi vazifalarni tushuntirishdan ko'ra ko'rsatish ancha oson, ayniqsa ular ko'plab mayda bosishlarni o'z ichiga olganida. Aynan shuning uchun ham bu funksiya kerak. Siz vazifani bir marta bajarasiz, bot sizning harakatlaringizni kuzatadi va keyin bu qadamlarni takrorlanadigan ko'nikmaga aylantiradi. Masalan, har ish kuni ertalab soat 11:00 atrofida ofisga taksi chaqirsangiz, botga buni odatda qanday qilishingizni o'rgatishingiz mumkin. Har bir qadamni tushuntirib, uzun so'rov yozish o'rniga, siz shunchaki botga bu jarayonni ko'rsatasiz. Masalan, biz taksi saytini ochamiz, chiqish joyini kiritamiz, manzil sifatida ofisni tanlaymiz, yo'nalishni belgilaymiz va bronni tasdiqlaymiz. Bot butun jarayonni kuzatadi va bu qadamlarni ko'nikmaga aylantiradi. Keyin bitta ko'rsatma qo'shishingiz mumkin. Har ish kuni ertalab soat 11:00 da bajariladi. Mavjud yo'nalish variantlarini ko'rib chiq va eng arzonini tanla. Endi u buni siz uchun doimiy ravishda bajaradi. Vazifa bo'yicha o'qitish funksiyasi juda foydali. Siz uni nima uchun ishlatgan bo'lardingiz? Izohlarda yozib qoldiring. Endi bizda juda ko'p botlar paydo bo'layotgani sababli yangi muammo yuzaga kelmoqda. Qaysi bot nimaga javob berishini eslab qolishimiz kerak. Shuning uchun biz nihoyat 10 botni yaratamiz, ya'ni boshqa barchasini boshqaradigan robotni va uni shtab rahbari deb ataymiz. Xo'sh, agar bugun mening YouTube'imda qanday yangiliklar bor deb so'rasangiz, shtab rahbaringiz qaysi agentda kerakli kontekst borligini tekshiradi, o'sha botga xabar yuboradi va sizga javobni qaytaradi. Agar qaysi bot kerakligini allaqachon bilsangiz, uni suhbatda belgilashingiz mumkin. Masalan, YouTube ekspertingizni belgilab, so'nggi yangiliklarni so'rashingiz mumkin va shtab rahbari so'rovni o'sha agentga uzatadi. Javob kelgach, hammasini bitta chatda olasiz. Bu katta tizimga ega bo'lganingizda juda foydali bo'ladi. 10 xil bot o'rtasida sakrab, biror narsa qayerda ekanini eslab qolish o'rniga, sizda jamoa bilan sizning o'rningizga muloqot qiladigan bitta koordinator bor. Grokbot funksiyasi haqida aytmoqchi bo'lgan oxirgi narsa shuki, u faqat ish stoli ilovasi bilan cheklanmagan. Siz uni telefonda ham ishlatishingiz mumkin. Yozda Grokbotni xuddi shu hisob qaydnomasi bilan ochib, allaqachon yaratgan botlaringizni ko'rishingiz mumkin. U Botopen- deb ataladi. Uni Mac OS yoki Windowsga yuklab olishingiz, bir nechta bot yaratishingiz, ularni xonalarga joylashtirishingiz va hatto butun jamoalarni eksport yoki import qilishingiz mumkin. Eng katta farq bu model tanlovi. Har bir bot uchun alohida model tanlashingiz mumkin. Shunday qilib, bitta agent Cloud'dan, boshqasi GPT-dan, yana biri Grok'dan foydalanishi mumkin, vazifaga qarab. Shuningdek, har bir bot ichida alohida topshiriqlar, kompyuter bo'limi, bulutli kompyuterni ulash imkoniyati hamda vazifalarni rejalashtirish yoki webhooklardan foydalanish uchun avtomatlashtirish bo'limi mavjud. Bulutli kompyuter uchun sizga bohari kaliti kerak bo'ladi. Ya'ni sozlash Grok botiga qaraganda biroz murakkabroq. Open- ulanishlar uchun Tomposiodan foydalanadi. Bu botlarga Slack, Gmail, Google Calendar, Kitchap, Notion kabi vositalar bilan ishlash imkonini beradi. Shuningdek, botlarga ovoz berish va hatto ularga qo'ng'iroq qilishni istasangiz, Eleven Labsga ham ulanish mumkin. Grokda bo'lgani kabi har bir botni nom, lavozim, tavsif berib sozlashingiz, hatto ularni o'zingizga apparat rahbari qilib tayinlashingiz ham mumkin. Demak, kelishuv juda oddiy. Grok botni sozlash osonroq, lekin Open- har bir agent uchun modellar, vositalar va ishlash usullarini tanlashda ancha erkinlik beradi. Ketishingizdan oldin bir nechta narsa. Agar bu video sizga agentlarning kuchini ko'rsatgan bo'lsa, sun'iy intellektdan daromad topish uchun qanday foydalanish kerak degan savol tug'iladi. Yaqinda biz sun'iy intellektdan daromad manbalari yaratish va ishni avtomatlashtirish uchun qanday foydalanishning 10 ta usulini ko'rsatgan video chiqardik. O'sha videoni hozir ekranning o'ziga joylashtiraman. Agar o'z botlaringizni yaratmoqchi bo'lsangiz, men bepul WhatsApp hamjamiyatimda Grok botni sozlash bo'yicha 100 dan ortiq foydalanish variantlari, promptlar va g'oyalarni ham ulashganman. Shuningdek, sozlash uchun havolalarni qo'shdim, jumladan bepul muqobilni sinab ko'rish uchun zarur resurslarni ham. Hamjamiyatga qo'shilish havolasini tavsifda topasiz.
Yana bir narsa, bu videoni ko'rayotganlarning taxminan 70% hali obuna bo'lmagan. Shuning uchun, agar yangi vositalar, ish jarayonlari va oldinda borish usullarini kashf etishni davom ettirmoqchi bo'lsangiz, orqada qolishni emas, albatta obuna tugmasini bosing. Keyingi videoda ko'rishguncha